Ko'pchilikda yana shunaqangi qo'rquv bo'ladiki, o't qopini oldirib tashlasam, nogiron bo'lib qolamanmi? Bu ham bitta a'zo-ku degan savol paydo bo'ladi. Albatta, o't qopi agar uni ishlab turgan bo'lsa, organizmga kerak. Bir xilda tosh paydo bo'lmasidan avval oldirib tashlaymi degan savol beradi. Yo'q, aksincha ishlab turgan a'zoga tegish kerak emas. O't qopini o'zida tosh paydo bo'lishiga asosiy sabablardan biri bu o't qopini o'z faoliyatini bajara olmasligi, ya'ni ishlamasligi. O't qop ishlamaganligi uchun u to'liq qisqara olmaydi. To'liq qisqara olmaganligi sababli uni ichida safro qolib ketadi, dimlanib qoladi va sekin astalik bilan tosh rivojlanib boradi. Shuning uchun ishlamayotgan a'zoni olib tashlaymiz yoki to'liq ishlay olmayotgan o't qopini olib tashlash butun organizmdagi ishlab turgan a'zolarni keyinchalik faoliyatini buzilishini oldini olgan bo'lamiz. O't qopi to'liq ishlamadi, tosh paydo bo'ldi, tosh xuruj berdi. Xuruj natijasida oshqozon osti bezi, jigar, oshqozon, 12 barmoqli ichak, butun ovqat hazm qilish tizimi faoliyati ishdan chiqadi. Mana shu faoliyatni ishdan chiqishidan avval bemorda o't qopini olib tashlashimiz kerak bo'ladi.